Assalomu alaykum. Navbatdagi o'yinimiz uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar interfaol qo'llanmasi. O'yinni men Ne'matjon va Mashhura Olimovna va men bilan birgalikda Sohiba bo'lganligi uchun ularni birinchi va ikkinchi jamoa ishtirokchilari deb oldik. Sohiba, senga yovvoyi hayvonlar plakati, Habibaga esa uy hayvonlari plakatlarini oldilaringga qo'ydim. Hozir sizlarga topshiriq, sizlar mana shu plakatlarga tegishli bo'lgan hayvonlarni kartochkalarini ajratasizlar va tegishli polotnoga o'rnatishinglar kerak bo'ladi. O'yinimizni boshladik. Tezlash Sohiba, ikki qo'ling bilan. Kalamush. Nomlarini aytamiz. Bratkan. Jo'ja. Hayır, tepada. Barakalla, to'g'ri. Hayır, yordam beraman. Qushlar. Bu nima edi? Baliq. Barakalla. Qurbaqa. Tulki. Barakalla. Bug'u va sher. Barakalla. Demak, Habiba ham, Sohiba ham bir vaqtda o'zlariga tegishli bo'lgan plakatni to'g'ri to'ldirishdi. O'yinning ikkinchi turida ishtirokchilar hayvonlar, qushlar, baliqlar va boshqa hayvonlarni yashash yeriga qarab joylashtirganliklarini aytadilar. Sohiba, nima uchun baliqni bu yerga joylashtirding? Chunki baliq suvda yashaydi. To'g'ri. Nima uchun qushni bu yerga joylashtirding? Chunki qush osmonda uchadi. Barakalla. Habiba, nima uchun jo'jalarni bu yerga joylashtirding? Chunki ular yerda yuradi. Chunki ular yerda yuradi. Habiba, nima uchun otni u yerga joylashtirding? Chunki u shu yerda yashaydi. Juda ham to'g'ri, chunki ot shu yerda yashaydi. O'yinimizning ikkinchi turida jamoalar plakatlarini almashtirgan holda davom ettirishlari mumkin bo'ladi. O'yinning uchinchi turida boshlovchi polotnoga 4 ta hayvonni rasmini joylaydi va ishtirokchiga bu yerda nima ortiqcha ekanligini topishini taklif qiladi. Habiba, bu yerda nima ortiqcha? Bu yerda xo'roz ortiqcha. Nima uchun xo'roz ortiqcha? Chunki bu uy hayvoni. Chunki xo'roz uy hayvoni, uy parrandasi hisoblanadi. O'yin mana shu tartibda davom ettiriladi. O'yinda jamoa a'zolarining barcha ishtirokchilari navbati bilan qatnashishlari tavsiya etiladi.